bo'tga yoshligimdagi fotografiyani ham qo'yib qo'yaman. Yoshligimda shu lablarimda juda ham katta komplekslarim bo'lgan. Ayniqsa uydagilarim tarafdan gubastik, gubashlob degan laqab qo'yishgan. Men esa xafa bo'lardim, lekin hech kimga indamasdim. Maktabda esa voy, namuncha labing katta, qora tanlilarning labiga o'xshaydi. Ham katta, ham bo'rttirib chiqqan. O'zingdan oldin labing ko'rinadi deb aytishardi. Men esa labimni trubochka qilib, labimni kichikroq ko'rsatish uchun jimati qolardim. Faqatgina Angelina Jolie labini qildirgandan keyin bu asta-sekin modaga kirdi va undan keyin meni labimga bo'lgan qarash umuman boshqacha bo'ldi. Qanchalik fashion industriya va influenserlar hayotimdan o'zgartirib yuborishi mumkin. O'shandan keyin pishni katta lab modaga kirdi. Faqatgina undan keyin men ham o'zimni borligimcha qabul qilib, lablarimni yaxshi ko'ra boshladim. Va aytishadiki, atroflari bo'rtib chiqqani uchun aniq filtr qo'ygansiz deb. Hattoki kosmetologlar ham ishonmaydi. Ba'zi birlari esa ishonmasdan ushlab ham ko'rishadi. Shunga mana hech qanaqa makiyaj, qalam, pomada ham ishlatmasdan filtrlarsiz живой ko'rsatyapman. Hech qachon hech qanaqa filtr qo'ymaganman. Labim tabiiy, raddomdan shunaqa chiqqanman.